Endi nimaga tishimizga go'sht qilib qolsa, tilimiz bilan olishga harakat qilamiz. Zubasga munosib bo'ladi-yu. Nimaga zakazimizni kutayotganimizda chekka buklab o'tirib kutamiz. Shuni buklamasdan kutsa ham bo'ladi-yu. Nimaga uydan chiqib ketayotgan paytimiz telefonimizni 5 sekundga zaryadga qo'yamizda, olib keyin chiqib ketamiz. Nimaga og'ir ko'tarayotganimizda обязательно yuzimizdan qilib tirishtirib ko'taramiz. Shu narsani oddiy ko'tarsa ham bo'ladi-yu. Yo'q, nimaga qizlar kosmetika qo'yotganda og'zini ochib bo'yanadi? Yopib qo'yasa bo'ladi-yu. Nimaga daraxt oldidan o'tib ketayotganimizda обязательно bargini uzgimiz keladi. Shu uzmasdan ketsa ham bo'ladi-yu. Nimaga eshik taqillatayotganda tepasidan taqillatamiz? Pastdan taqillatsa bo'ladi-yu. Nimaga musorxonaga kirib axlat tashlayotganimizda nafas olmasligiga harakat qilamiz? Nimaga telefonda soat tekshiraman deb zaryadga qaraymiz? Nimaga pustoy bakalashkani boshimizga o'rab o'tiramiz? Nimaga tirnoq oladigan kunimiz qo'limiznikini olamizda, oyoqnikini ignor qilamiz? Nimaga kaftimiz qichsa qo'l bilan emas, shuni tishimiz bilan qichiymiz? Nimaga pista chaqishni boshlasak, o'zimizni to'xtata olmaymiz? Nimaga? 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 Nimaga uklon bannerlarida so'zlarni yopib qo'ygan? Bu nima?